O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov deganda o'zbek milliy teatri ko'z oldimizga keladi. Toshkentda yashab yurgan kezlari bu ustoz ishtirokidagi teatr spektakllariga tez-tez tushib turardik. Keyinchalik ustoz teatrda rahbarligi lavozimiga o'tgandan keyin sahnada juda kam ko'rinadigan bo'lib qoldilar. Bu ham bo'lsa o'sha teatrda muxlislarini qaysidir ma'noda saralanib qolishiga sabab bo'lgan desak, menimcha haqiqatni gapirgan bo'lamiz. Yoqub Ahmedov sahnada o'zlariga biriktirgan rollarni ijro etayotganda bu insonda tug'ma qandaydir bir buyuk qobiliyat borligini har qanday teatrga tushunmaydigan odam ham oxir oqibat tan olardi. Sababi hech qachon umrida spektaklga kirmagan odam bunday insonlarning sahnadagi harakatlariga shu qadar berilib tomosha qilgandan spektakl ekanligi yodidan chiqib, hatto o'rnidan turib "Yoqub aka, nima bo'ldi?" deb o'rgan paytlari ham bo'lgan. Chunki bu o'sha aktyorni tomoshabinni yuragiga kirib ketishi, uni ong ostini boshqarish darajasiga yetib borganligini bir dalolat etsak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov deganda nafaqat u insonni jismonan yaratgan obrazlari, balki ovozlari orqali dublyaj san'atida ham juda katta filmlarni o'zbekchalashtirishda juda katta mehnatlari singan. Dublyaj sohasida ham albatta mana bugungi kunda o'sha Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi kabi shu Gaydayni filmlarini asosiy qahramonlarga ovoz bergan insonlardan biri. Hatto o'sha Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi filmini rejissyori O'zbekistonga bir festivalga tashrif buyurganda o'zbekchasini eshitib, endi film ochilibdi. Mana endi filmda asosiy o'sha yumoristik qirralari endi ochilibdi. Rus tilida unchalik yetib bormagan, nimadir kamlik qilgan edi. Mana shu o'zbek tilida bu film haqiqatan ham ochilibdi deb tan olgan ekanda, shu o'zbek aktyorlari ishtirokidagi dublyajini eshitib. Burjua o'ziga umuman olganda katta jahonga asar tariqasi tanilgan filmlardagi o'sha bosh qahramonlarga ovoz berganligi o'sha filmlarda yanada viqorini, obro'sini oshirib borgan. Yoqub Ahmedov bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotda juda kam bo'lganmiz, umumiy muloqotlarda ko'p bo'lganmiz, lekin yakka holda biror bir uchrashuvda yaqinlarga yetib bora olmadik. Afsuski, ularning davri bizning davrimizga qaysidir ma'noda oy bilan quyosh kabi edi. Ular ancha oldin darg'a bo'lgan, ustoz bo'lgan, yonlariga yaqinlasha olmaydigan darajada Alloh bergan aurasi bor. Shu aura sabab biz shogirdlar vaqtida yaqinlasha olmasdik. Mana 87 yoshga to'lib bu inson bugun 30-oktyabr kuni oramizdan ketdilar. Lekin bir ustozimizning gaplari bor edi. San'atkor hech qachon o'lmaydi. Chunki uni xalq menga kirgin deb duo qiladi deb ko'p ta'kidlardilar. Shu inson olamdan o'tgandan keyin o'sha insonning gapidan xulosa qildimki, mana o'sha odam o'tdi. Pandemiya davri dunyodan o'tdi. Lekin hali hamon oramizda o'zining ijodi bilan, ovozi bilan, odamlar bilan o'tirganimizda u kishi haqidagi yaxshi xotiralari sabab hamon bordek oramizda shu bugun yonimizdaligidek tasavvurga egamiz. Shuning uchun san'atkor hech qachon o'lmaydi. Yoqub Ahmedov ham abadiy hayotga egalardan biri. Jismonan oramizda bo'lmasa-da, lekin shu Yoqub Ahmedovni tanigan oxirgi avlod dunyodan o'tguncha bu insonning ijodlari tufayli har doim ko'z o'ngimizda, quloqlarimiz ostida, qalbimizda mangu yashayveradi. O'tgan ustozlarni, jumladan Yoqub Ahmedovni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qolgan ustozlarimizni qadriga vaqtida yetaylik. Ular ham o'zlarining salomatligi qadriga yetsin vaqtida. Bugun yangi O'zbekiston deyapmiz va uning yoshlari va shu sohani yoshlariga bu ustozlar juda muhim va kerak. Bularsiz juda qiyin bo'lib qoladi keyinchalik. Ustozlarni Alloh o'zining rahmatiga dohil qilsin, hayotlarini esa umrlarini Alloh ziyoda qilsin. Men Yoqub Ahmedov haqida bundan ortiq ko'p gapira olmayman, sababi bu inson qanchalar katta shaxs bo'lgani kabi bu inson haqidagi bizni arzimagan fikrlarimiz bu insonni ta'riflashga foyda yo'g'on bo'lmasa kerak. Sog' bo'linglar.